Nega Iso Masih inson o'g'li deb ataladi? Bu ibora oddiy tuyuladi, lekin u juda chuqur ma'noga ega. Birinchidan, u inson bo'ldi. Iso Masih haqiqatan ham inson bo'ldi. Tug'ildi, yashadi, og'riq, ochlik va charchoqni his qildi. U faqat insonga o'xshamadi, u to'liq inson bo'ldi. Bizni qutqarish uchun. Ibroniylarga maktub 2:14. Farzandlar et va qonga tegishli bo'lganlari uchun u ham bularga daxldor bo'ldi, toki o'lim hokimligiga ega bo'lgan iblisning o'z o'limi orqali yo'q qilishi uchun. Ikkinchidan, bu bashoratli unvon. Iso Masih ko'p marta o'zini inson o'g'li deb atagan. Bu Doniyor kitobidagi bashoratga ishora. Doniyor 13:14. Men tunda vahimalarimda mana samo bulutlar bilan kelayotgan inson o'g'lidek bir zotni ko'rdim. U kunlariga ko'ra qadimiy bo'lganning oldiga yetib bordi va uning yoniga yaqin keltirildi. O'shanda barcha xalqlar, qabilalar va millatlar unga xizmat qilishlari uchun unga hokimiyat, shuhrat va shohlik berildi. Uning hukmronligi mangu, hech o'tib ketmaydigan hukmronlikdir va uning shohligi abadiy buzilmaydi. Bu yerda inson o'g'li degani osmoniy shaxs, abadiy hukmronlik egasi. Barcha xalqlar unga sajda qiladi. Ya'ni Iso Masih shu nom orqali aytadi: Men va'da qilingan Masih va hukmdorman. Ikkinchidan, nega Iso Masih Xudo o'g'li deb ataladi? Muqaddas kitob Iso Masihni Xudo o'g'li deb ataganda bu jismoniy tug'ilish haqida emas, balki uning ilohiy tabiati haqida gapiradi. U Xudo bilan bir ekanligini mohiyatan aytadi. U badiiy yaratilmagan, u otadan kelgan, boshidan bor bo'lgan, biz eshitgan, o'z ko'zimiz bilan ko'rgan, biz sinchiklab qaragan va o'z qo'llarimiz bilan ushlab sezgan hayot so'zi haqida sizlarga ma'lum qilmoqdamiz. Yuhanna 1:1. Iso Masih oddiy payg'ambar emas, u Xudo tanada namoyon bo'lganidir. Shuning uchun Xudo o'g'li degani Xudo bilan teng tabiatga ega, u bilan birlikda insonlarga otani ochib berish uchun kelgan. Yuhanna xushxabari 5:18. Shunda yahudiylar uni o'ldirishga yanada ko'proq harakat qildilar, chunki u nafaqat shabbatga rioya qilmasli edi, balki o'zini Xudo bilan teng qilib Xudoni otam deb atar edi. Nega bu ikki nom muhim? Iso Masih Xudo o'g'li, shuning uchun u sizni qutqara oladi. U inson o'g'li, shuning uchun u siz uchun o'la oladi. Unda Xudo va inson birlashgan, shuning uchun uning qurbonligi hamma uchun amal qiladi. Agar Iso Masih bir vaqtning o'zida ham Xudo, ham inson bo'lsa, bu sizning uning qurbonligi haqidagi tushunchangizni qanday o'zgartiradi? Bu haqda o'ylab ko'ring va fikringizni yozing. Layk bosing, obuna bo'ling va masihiylar bilan birga haqiqatni o'rganishda davom eting.